Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan o'qituvchingiz Dinora Xudoyorova. Bugungi mavzuyimiz O harfi. Qani bolajonlar, birgalikda hammamiz O deylikchi. O. Xo'p, demak bizning bugungi mavzuyimiz O harfi ekan. O oyga o'xshar ekan, osmonda uchar ekan. Obid, olim, ozoda, ostonang bo'lsin toza. Xo'p, bolajonlar, O tovushini talaffuz qilib ko'rdik-a? O tovushi cho'ziq talaffuz qilinadi. Shuning uchun u unli tovush hisoblanadi. Lablaringiz biroz oldinga chiqarib, yana bir marotaba O harfini aytamiz. O. Ana endi bolajonlar, O harfi bilan boshlanuvchi so'zlarimizni bilib olamiz. Olma, olma. Oltin. Men bilan birgalikda takrorlang. Oltin. Olmaxon, olmaxon. Olcha, olcha. Yaxshi. Ana endi birgalikda aytamiz. Ol, on, oy, lo, no, yo. Endi bo'g'inlab o'qiymiz. Ona, ota, oyna. Qani bolajonlar, o'zingiz ham harakat qilib ko'ringchi. Barakalla. Bugungi mavzuyimizni tugatdik.